Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Mana bugun biz toklarimizga monofosfat kaliy, ya'ni 0,5234 MPK ni suv orqali, ya'ni suvga eritib berish texnologiyasini ko'rsatib o'tamiz. Mana 0,5234 MPK bargi orqali berilgan. Mana novdalari juda chiroyli. Mana uchigacha pishgan holati. Mana bir juda ko'p marta, ya'ni 6-7 marta bargidan 10 litr suvga 40 gramdan boshlangan va 100 gramgacha olib chiqilgan. Mana holatlari, mana novdalari pishishlari juda zo'r. Hatto mana uchigacha pishgan novdalarimiz hosildan bo'shaganda sepilgan. Bu toklarimiz bir navli toklar bular. Mana ertangi nav hisoblanadi. Mana holatlari, novdalari juda yaxshi pishib yetilgan. Mana hozir biz o'sha MPK 0,5234, ya'ni monofosfat kaliyni suvga eritib berish jarayonini boshlaymiz. Mana bu dorimiz, MPK'miz 50 gram hajmda, massada tortilgan. Buni havo temperaturasidagi iliqroq suvga qo'shiladi. Bunisini ham sova. Mana hozir 10 litr hajmdagi suv bu. Va buni astalik bilan aralashtiramiz mana. Bu MPK'larni suvga berish jarayonida juda muzdek suv ham yaxshi bo'lmaydi. Shu iliqroq, odam seskanmaydigan darajadagi suv yaxshi eritadi buni. Mana bu yerdagi mana chuqurchalarni qazib qo'yganmiz. Mana atrofida mana shu 15-20 litr atrofida suv ketadigan qilib qo'yganmiz, tayyorlaganmiz. Mana tanasi mana 4 yoshli tok bu, o'sha bir. Bu yerda esa mana yonidan chiqarilgani o'zimizda o'sha podvoylarimizdan bir turi, ya'ni meva hosillarini ertaroq pishirib yetkazadigan podvoy turi Riparia 101-14 navi bu. Mana holatlari juda yaxshi bo'lgan. Mana asta sekinlik bilan tayyor bo'lgan suyuqligimizni mana quyishni boshlaymiz. Bu usulimiz fosforli va kaliyli o'g'itlarni kuz davrida suyultirilgan holatda berish jarayoni bu. Ya'ni o'sha fosforlarda, kaliylarda quruq holatda ham yerga solib haydov qilishimiz, chopib, yumshatishimiz, aralashtirishimiz mumkin. Mana bunga quyib bo'ldik. Mana ikkinchisiga ham mana tayyorlaganimizni quyamiz. Hozir mana rasa 10 litr hajmda ketdi. Bitta tayyorlagan uy achig'imizga. Bu yerga quruq solishdan ko'ra bu qulayroq usuli bu. O'sha fosforli va kaliyli o'g'itlardi. To'g'ridan to'g'ri tanaga, o'sha o'simlik hujayralariga so'riladi bu. Monofosfat kaliy o'g'itimiz juda bu keng
qamirovli mukammal MPKlardan biri hisoblanadi. Buni dozasi bo'yicha ko'p mulohazalar boradi. Biz o'sha aptekachilar aytgan dozada mana 40 grammdan barg orqali berishni boshlaganmiz va 100 grammgacha olib chiqqanmiz. Bu MPKimiz o'simlikni fosfor va kaliy bilan ta'minlashda juda katta rol o'ynaydi. Xudo xolasa boshqa jarayonlar, boshqa o'g'itlash holatlarini ham mana shu YouTube kanalimizda berib boramiz. Salomat bo'linglar.